Sostenalarini tekshirdik, polniy roza ukam. Bu bizni shogirdimiz bo'ladi, shu yerda ishlaydi. Professionalniy usta, ya'ni tekshiradigan ekspert desak ham bo'laveradi. Tekshirdi, proverka qildi. Nechta detalda? Vtorichka, shpakilovka yo'g'i. Bu klientning mashinasi va akamiz shu Qizilqaya tomonidan kelgan ekan. Hozir 3-4 soat avtoberekada bo'ladi. Agar 3-4 soatdan keyin agar sotilmasa, srochniga bo'lmasa ketar ekan, iloji yo'q. Akalar, shuni o'shda olib qolmaylikmi? Yopinda kapotini. Jigar 2020-yilga 1.6 turbina motorda benzin Sanyon Tivoli. Mashinani jildizi normalniy bor. Ikkita detalda vtorichka akras, oldidan seriozniy qattiq udari ham yo'q. Orqadan ham stoyka hamma yo'g'i zo'r. Mashinada jildiz anchalar bor. Narxini nima deysiz? Shok senada. $10.900 bo'ladigan narxi undan tushmaydi akam. 10.900 prima bo'ladigan senasi. Ya'ni kelaveringlar, avtoberekada bo'ladi. Nomer meni, ona shu shagirdim nomeri yoziladi. O'zin zavodskoy diskalar, zimniy balon, все sezonkalik, beskульчевойlar bor, elektropaket, power сиденье 3D polilarda, kojinniy salon, avtomat korobka va bu yerdagi monitor, abduf podogrev сиденья, 50 ming probeg, multirul, полосодержатель, podogrev rul, srochniy akalar, 10.900 2020-yilga. İçini bitta ko'ringda. 50 ming probeglik probegiga соответствовать qilyapti mashinani holatlari, salonlari ham. Akam, yana aytaman, o'ta srochniga Tivoli 20-yil restyling 50 ming probeg. Telefon qilib gaplashib kelaverasizlar avtobereka.